Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli tilda gaplashaman. Pensiya reformasi va har bir kishiga minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi masalasi. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan otaxon onaxonlarga tegishli emas. Bu bugun ishlayotgan har bir odamga, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir fuqaroga, ota onasini bo'g'ayotgan farzandlarga, rasmiy ishlayotganlarga ham, norasmiy daromad qilayotganlarga ham bevosita taalluqli. Agar siz men hali yoshman, pensiyaga hali vaqt bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men sizga aniq aytaman. Aynan bugun qabul qiladigan qaroringiz ertaga qancha pensiya olishingizni belgilaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Ma'lumotlar juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni oddiy, xalq tushunadigan tilda tushuntirishga harakat qilaman. Pensiya tizimidagi eng katta muammo shunday: ko'p odam umr bo'yi mehnat qiladi. Lekin pensiyaga chiqqanda oladigan puli kundalik xarajatlarga yetmay qoladi. Oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport, uy ro'zg'or xarajatlari oshib boradi. Lekin pensiya ko'p hollarda bu xarajatlarni to'liq qoplamaydi. Ayniqsa, yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bor odamlar, uzoq yillar bolalarni tarbiyalab rasmiy ish stajini to'play olmagan ayollar, mavsumiy yoki norasmiy ishlagan fuqarolar ko'proq qiynaladi. Oldingi tizimda pensiya ko'proq ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari va hujjatlar asosida hisoblangan. Ya'ni kim ko'proq rasmiy ishlagan, ko'proq oylik olgan va ish joyi barcha to'lovlarni qonuniy qilgan bo'lsa, o'sha odam nisbatan yaxshiroq pensiya olishi mumkin edi. Lekin muammo shundaki, hamma ham rasmiy ishlamagan, kimdir bozorda savdo qilgan, kimdir ustachilik qilgan, kimdir chet elga ishlashga ketgan, kimdir uyda bola parvarishi bilan band bo'lgan. Natijada real hayotda ishlagan, lekin qog'ozda staji kam ko'rgan odamlar juda ko'p. Endi minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqidagi go'yo yoki reforma nimani anglatadi? Oddiy qilib aytsam, davlat eng kam kafolatlangan pensiya miqdorini shunday darajaga ko'tarishni ko'zlasa, bu har bir keksa fuqaro ochlik, qarzdorlik va farzandlariga to'liq qaramlik xavfidan himoyalanishi kerak degan ma'noni bildiradi. Lekin bu yerda juda muhim savollar bor. Bu hammaga avtomatik beriladimi? Faqat staji yetarlilargami? Ijtimoiy mezonlar bo'ladimi? Mablag' qayerdan topiladi? Ishlayotganlarga soliq yuklamasi oshadimi? Narxlar yana ko'tarilib ketmaydimi? Men aynan shu savollarni birma-bir tushuntiraman. Avval ko'pchilikning fikri shunday edi: pensiya yoshiga yetdim, hujjat topshirdim, keyin davlat qancha hisoblasa shuncha olaman. Ko'p odam hisob-kitobga aralashmasdi. Ish staji to'g'ri kiritilganmi? Oyliklar to'g'ri ko'rsatilganmi? Arxiv ma'lumotlari bor yo'qligini oldindan tekshirmasdi. Natijada pensiya tayinlash vaqti kelganda muammolar chiqardi. Falon yildagi ish joyim yopilib ketgan. Mehnat daftarchamda muhr noaniq, oyligim arxivda topilmadi. Chet elda ishlagan davrim hisobga olinmadi. Bolalar parvarishi davri qanday hisoblanadi degan savollar paydo bo'lardi. Agar minimal pensiya 6 million so'm darajasiga ko'tarilsa, birinchi katta o'zgarish ijtimoiy himoya kuchayishidir. Ya'ni pensiya past bo'lgan qatlamning daromadi sezilarli oshadi. Masalan, bugun 2 million yoki 5 million atrofida pensiya olayotgan odam birdaniga 6 millionga yaqin daromad olsa, uning hayoti keskin o'zgaradi. U dorisini vaqtida olishi mumkin. Go'sht, meva, sut mahsulotlarini ko'proq xarid qiladi. Kommunal to'lovlardan qo'rqmaydi, nabiralariga yordam bera oladi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Bunday katta o'sish iqtisodiyot uchun juda katta yuk. Har oy millionlab pensionerlarga 6 million so'mdan to'lash uchun davlat byudjetida juda katta mablag' kerak bo'ladi. Bu mablag' soliqlardan, iqtisodiy o'sishdan, byudjet daromadlaridan, ayrim xarajatlarni qisqartirishdan yoki pensiya tizimining yangi moliyaviy manbalaridan kelishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya o'sishi yaxshi, lekin u barqaror bo'lishi kerak. 1-2 oy oshirib, keyin inflyatsiya hammasini yeb qo'ysa, xalqning real foydasi kamayadi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar e'tibor berish kerak. Agar siz erkak bo'lsangiz va pensiya yoshiga 5-10 yil qolgan bo'lsa, yoki ayol bo'lsangiz va pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bugundan hujjatlaringizni tekshiring. Sizning ish stajingiz to'liq ko'rinyaptimi? Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniqmi? Ish joylaringiz yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish mumkinmi? Rasmiy ish haqi bo'yicha ma'lumotlar saqlanganmi? Bularni oxirgi o'yga qoldirmang. Ikkinchi guruh norasmiy ishlayotganlar. Masalan, Sardor ismli 38 yoshli usta bor deb olaylik.
U har oy 8-10 million so'm topadi, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamaydi. Ijtimoiy sug'urta tizimida ko'rinmaydi. Bugun daromadi yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida uning ko'p yillik mehnati ko'rinmasligi mumkin. Agar minimal pensiya hammaga bir xil 6 million bo'ladi deb o'ylab rasmiylashishni ortga sursa, bu xavfli xato bo'lishi mumkin. Chunki har qanday reforma shartlar bilan keladi. Kamida ma'lum staj, ma'lum ijtimoiy maqom, fuqarolik, doimiy yashash, sug'urta ishtiroki kabi talablar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. 3-guruh uy bekalari va bola tarbiyasi bilan band bo'lgan ayollar. Masalan, Dilnoza opa 25 yil oilasi, farzandlari, qaynota qaynonasiga qaragan, rasmiy ish staji kam. Lekin bu mehnat ham jamiyat uchun juda muhim. Pensiya reformasida ana shunday davrlarni qanday hisoblash masalasi juda muhim. Bola parvarishi, nogiron farzandga qarash, keksa ota-onani parvarish qilish kabi davrlar pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ayollar ham men ishlamaganman, demak menga hech narsa tegmaydi deb qo'l siltamasligi kerak. Hujjatlarni yig'ish, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, parvarish holatlari, mahalla ma'lumotlari ba'zan muhim bo'ladi. 4-guruh hozir pensiya olayotganlar. Agar minimal pensiya 6 millionga ko'tarilsa, eng ko'p savol aynan ularda bo'ladi. Mening pensiyam avtomatik oshadimi yoki qayta ariza berishim kerakmi? Qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Pensiya turi muhimmi? Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Men bunday holatda pensionerlarga doimo maslahat beraman. Rasmiy xabarni kuting, lekin hujjatlaringizni tartibga keltirib qo'ying. Telefon orqali mish-mishlarga ishonmang. Pul chiqarib beraman degan odamlarga hujjat va karta bermang. Agar siz rasmiy ish ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz sizni qonuniy ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, oyligingiz konvertda emas, bank orqali tushsa, mehnat shartnomangiz bo'lsa, soliqlar va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri yuritilsa, sizning holatingiz nisbatan xavfsizroq. Chunki pensiya tizimida eng kuchli dalil rasmiy ma'lumot, lekin baribir xotirjam bo'lib ketmang. Elektron mehnat daftarchangizni tekshirib turing. Ba'zan korxona xatoga yo'l qo'yadi, lavozim yoki ishga kirgan sana noto'g'ri kiritiladi. Ishdan bo'shagan sana ko'rsatilmay qoladi. Agar siz allaqachon yaxshi miqdorda pensiya olayotgan bo'lsangiz, masalan, ish stajingiz yuqori, oyliklaringiz yuqori bo'lgan va pensiyangiz 6 milliondan oshsa, siz uchun minimal pensiya masalasi bevosita oshirish bermasligi mumkin. Chunki minimal pensiya degani past pensiyani ma'lum darajagacha olib chiqish degani. Agar sizning pensiyangiz shundan yuqori bo'lsa, sizning asosiy e'tiboringiz indeksatsiya, inflyatsiyaga mos oshirish, dori-darmon va ijtimoiy imtiyozlarda bo'lishi kerak. Birinchi misol, Ahmad aka 63 yoshda. Umrining 32 yilini zavodda ishlagan. Ish joyi rasmiy, mehnat daftarchasi bor, lekin zavod 2000 yillarda yopilgan. Pensiya tayinlashda ayrim yillar bo'yicha ma'lumotlar arxividan qiyin topilgan. Agar reforma bo'lsa va minimal pensiya 6 million so'mga chiqsa, Ahmad aka uchun ikkita narsa muhim. Birinchisi, uning pensiyasi 6 milliondan past bo'lsa, yangi minimal darajaga yetkazilishi mumkin. Ikkinchisi, agar qo'shimcha staj tasdiqlansa, u minimaldan ham yuqoriroq pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Demak, u faqat minimal menga yetadi deb o'tirmasdan stajni to'liq tasdiqlashi kerak. Ikkinchi misol, Mohira opa 28 yoshda. 3 farzandni tarbiyalagan, faqat 2 yil rasmiy ishlagan, qolgan yillarda uyda bo'lgan, keyin tikuvchilik qilgan, lekin yakka tartibda rasmiylashmagan. Agar pensiya tizimida minimal kafolat kuchaysa, Mohira opa ijtimoiy himoyadan foyda ko'rishi mumkin. Lekin agar buningda minimal pensiya faqat ma'lum minimal stajga ega fuqarolarga beriladi deyilsa, u holda Mohira opaning har bir davrni hujjat bilan isbotlashi muhim bo'ladi. Farzandlari tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, ish joylaridan ma'lumot, mahalla tasdiqlari kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi misol, Jamshid 30 yoshda taksida ishlaydi. Oyiga 7-12 million topadi, lekin rasmiy daromadi yo'q. U kelajakda baribir minimal 6 million pensiya bo'lar ekan deb o'ylashi mumkin. Men bunday fikrni xavfli deb hisoblayman. Chunki davlat pensiya tizimi adolat tamoyiliga tayanishi kerak. Kim tizimga hissa qo'shsa, u ko'proq kafolatga ega bo'ladi. Jamshid bugundan o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi, soliq va ijtimoiy to'lovlarni qonuniy yuritishi, bank aylanmalarini tartibga solishi kerak. Shunda u nafaqat pensiya, balki kredit, ipoteka, subsidiya kabi masalalarda ham kuchliroq pozitsiyada bo'ladi. 4-misol, Zaynab opa hozir 1 million so'm pensiya oladi.
yolg'iz yashaydi. Dorilarga oyiga 700 ming so'm ketadi. Kommunal to'lovlari 400-500 ming so'm. Oziq-ovqatga kamida 20 million kerak. Ko'rib turibsiz, hozirgi daromad xarajatini qoplamaydi. Minimal pensiya 6 million bo'lsa, Zaynab opaning real hayoti yengillashadi. Lekin agar bir vaqtning o'zida bozor narxlari ham keskin oshsa 6 millionning qiymati pasayadi. Shuning uchun reforma faqat pensiyani oshirish bilan cheklanmasligi kerak. Narxlar barqarorligi, tibbiy yordam, arzon dori, kommunal imtiyozlar ham birga yurishi zarur. Eng katta nozik jihat shuki, minimal pensiya 6 million degan iborani hamma bir xil tushunmasligi mumkin. Bu har bir pensionerning qo'liga aniq 6 million tushadi degani bo'lishi shart emas. Ba'zan qonunchilikda minimal kafolatlangan daromad, ijtimoiy pensiya, bazaviy pensiya, qo'shimcha ustama bilan birga kabi tushunchalar bo'ladi. Masalan, pensiyaning bir qismi asosiy to'lov, bir qismi kompensatsiya, bir qismi ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy hujjatda aynan qanday so'z ishlatilganini o'qish kerak. Ikkinchi nozik jihat pensiya turlari. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Nogironligi bor shaxslar uchun alohida ustamalar bo'lishi. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarda esa to'lov oiladagi a'zolar soniga qarab hisoblanishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga oshdi, menga nega oshmadi degan savolga javob har doim individual bo'ladi. Uchinchi nozik jihat staj va daromadni tasdiqlash. Eski korxonalar yopilgan bo'lsa, ma'lumotlar arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda ba'zi hujjatlar yo'qolgan, noto'g'ri saqlangan yoki boshqa tumanga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda odam taslim bo'lmasligi kerak. Arxivga so'rov berish, sobiq ish joyi huquqiy vorisini aniqlash, sud orqali mehnat faktini tadqiqlash kabi yo'llar mavjud bo'lishi mumkin. Men ko'p holatda odamlar hujjat topilmagani uchun birinchi rad javobidan keyin to'xtab qolishini ko'raman. Aslida esa masalani oxirigacha olib borish kerak. To'rtinchi nozik jihat chet elda ishlaganlar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Koreya, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Ularning ishlagan yillari pensiya hisobiga kiradimi yo'qmi? Bu davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy ishlaganlik, sug'urta to'lovlari va hujjatlarga bog'liq. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlang. Oddiy qilib aytganda, chet elda ishlagan har bir yilingizni qog'oz bilan isbotlay olmasangiz, pensiya hisobida muammo bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat firibgarlar. Pensiya oshishi haqida gap chiqqan zahoti hujjatingizni tezlashtirib beraman. 6 million pensiyani chiqarib beraman. Karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting degan aldovlar ko'payadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga bank kartangiz kodini, pasportingiz nusxasini, elektron imzo kalitingizni o'ylamasdan bermang. Pensiya masalalari faqat rasmiy idoralar, davlat xizmatlari markazlari, pensiya jamg'armasi bo'limlari va rasmiy elektron portallar orqali hal qilinadi. Endi eng kerakli qismga o'taman. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, nogironlik bo'yicha ma'lumotlar, ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotlari, bularning hammasini alohida papkaga joylang. Hujjatlarning suratini telefoningizda va imkon bo'lsa elektron shaklda saqlang. Ikkinchi qadam, rasmiy stajingizni tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga borib yoki Maybokov, uz kabi rasmiy elektron xizmatlar orqali mehnat faoliyatingiz bo'yicha ma'lumotlarni ko'ring. Agar biror ish joyi ko'rinmasa, darhol aniqlashtiring. Ish beruvchiga murojaat qiling, kadrlar bo'limidan ma'lumot oling, arxivga so'rov yuboring. Pensiyaga chiqishga bir oy qolganda emas, kamida bir necha yil oldin tekshirish eng to'g'ri yo'l. 3-qadam, norasmiy ishni rasmiylashtiring. Agar siz ustachilik, savdo, taksi, xizmat ko'rsatish, repertorlik, tikuvchilik, dehqonchilik yoki boshqa faoliyat bilan daromad qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizga mos qonuniy maqomni tanlang. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki mehnat shartnomasi orqali ishlash imkoniyatlarini o'rganing. Bugun ozgina to'lov qilish sizga ertaga huquq beradi. Rasmiy daromad faqat pensiya uchun emas, kredit olish, subsidiya, uy-joy, tibbiy va ijtimoiy dasturlar uchun ham kerak bo'ladi. 4-qadam, pensiya bo'limiga savollarni yozma bering. Og'zaki javob ko'p hollarda unutiladi yoki isbotlanmaydi. Agar sizga bu staj hisoblanmaydi,
deyishsa, nega hisoblanmasligini yozma tushuntirish so'rang. Agar hujjat yetishmasa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Ariza topshirganda nusxasini va qabul qilinganligi haqidagi tasdiqni saqlang. Bu keyinchalik bahsli holatda sizni himoya qiladi. 5-qadam, oilangizdagi keksa odamlar hujjatini tekshiring. Ko'p otaxon, onaxonlar internetdan foydalana olmaydi. Idoraga borishga qiynaladi, savol berishga uyaladi. Farzand sifatida siz ularning pensiya hujjatlarini ko'rib chiqing. Balki onangizning bola parvarishi davri hisobga olinmagandir. Otangizning eski zavoddagi staji arxivdan topilmagandir. Nogironlik bo'yicha qo'shimcha imtiyozga huquqi bordir. Ba'zan bitta to'g'ri topilgan hujjat pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. 6-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha har qanday o'zgarish prezident farmoni, hukumat qarori, qonun yoki rasmiy idora izohi bilan tasdiqlanadi. Telegramdagi noma'lum kanal, qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish asosida xulosa chiqarmang. Agar haqiqiy reforma bo'lsa, uning kuchga kirish sanasi kimlarga tatbiq etilishi, qayta hisoblash tartibi, ariza kerak yoki kerak emasligi aniq yoziladi. 7-qadam, shaxsiy moliyaviy reja tuzing. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Faqat davlat pensiyasiga tayanish har doim ham yetarli emas. Agar imkoningiz bo'lsa, kichik bo'lsa ham jamg'arma qiling, sog'lig'ingizga sarmoya kiriting, kasbingizni rasmiylashtiring, qo'shimcha daromad manbai yarating. Pensiya reformasi hayotni yengillashtirishi mumkin, lekin har bir odam o'z kelajagi uchun ham mas'uliyatli bo'lishi kerak. Birinchidan, hamma hech qanday shartsiz 6 million oladi degan gapga ehtiyot bo'ling. Bunday katta qaror har doim tartib, mezon va manba bilan keladi. Kimdir to'liq pensiya oladi, kimdir ijtimoiy nafaqa oladi, kimdir qo'shimcha ustama oladi. Farqlar bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, staj kerak bo'lmaydi degan fikr ham xavfli. Pensiya tizimida staj va rasmiy daromad juda muhim. Minimal kafolat bo'lsa ham yuqoriroq pensiya olish uchun baribir rasmiy mehnat tarixi kerak bo'ladi. Uchinchidan, hujjatlarim yo'q, endi kech deb o'ylamang. Ko'p hujjatlarni tiklash mumkin. Arxiv, sud, sobiq hamkasblar guvohligi, ish joyi ma'lumotlari orqali ayrim davrlarni isbotlash yo'llari bor. Faqat bu ish vaqt, sabr va to'g'ri yondashuv talab qiladi. 4-dan, pensiya oshsa, ishlash shart emas degan xulosa ham noto'g'ri. Agar odam sog'lom va ishlash imkoniga ega bo'lsa, rasmiy faoliyatini davom ettirishi uning umumiy moliyaviy barqarorligini oshiradi. Bundan tashqari iqtisodiyotda faol odamlar ko'p bo'lsa, pensiya tizimini moliyalashtirish ham osonroq bo'ladi. Bugun men sizga pensiya reformasi va minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi masalasini imkon qadar sodda, lekin chuqur tushuntirdim. Asosiy fikr shuki, bunday o'zgarish pensionerlar hayotini ancha yengillashtirishi mumkin, lekin uning aniq qoidalar, moliyalashtirish, staj talablari, rasmiy hujjatlar va inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'ladi. Eng katta xato mish-mishlarga ishonish va hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Mening maslahatim aniq, rasmiy ishlang, stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, ota-onangizning pensiya holatini ko'rib chiqing. Shubhali odamlarga ishonmang va faqat rasmiy manbalarga tayaning. Agar reforma kuchga kirsa, tayyor odam yutadi. Hujjati joyida, staji aniq, daromadi rasmiy odam o'z haqqini tezroq va to'liqroq oladi. Sizningcha minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi kerakmi? Bu iqtisodiyot uchun og'ir yuk bo'ladimi yoki xalq uchun zarur ijtimoiy adolatmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, yaqinlaringiz, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak.